boshqacha fason, boshqacha rangdagi uголокlarimiz ham bor. Kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Hammasini video obzor qilib tayyorlab qo'yib boramiz. Uyingizda joyingiz kichikroqmi? Sizga kaltaroq uголок kerak bo'lsa, mana shu uголокimiz 4x5, 4x4 xonalarga ham juda chiroyli bo'lib tushadi. Razmerlari 2.30 ga 4.30 razmerda bo'ladi. Komplektida stol ikkitadan puflari ham bo'ladi. Materiallari ham o'ta chiroyli material. Mana dizaynlari ham chiroyli qilib ishlangan bo'ladi. O'tiradigan yerlari ham kengina qilib ishlangan. O'tirganda ham mazza qilib o'tirasiz. Pampers prijinida yumshoqqina qilib ishlangan. Qo'llari, dizaynlariga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz, o'ta chiroyli. Mana puflari ham o'ziga mos, bejirim qilib ishlangan bo'ladi. Stoli ham 100% EMDFdan. Mana o'ta chiroyli, o'ziga mos bo'lib turadi stollari ham. Bu uголокimizga 7 ta 8 ta odam bemalol o'tirishligi mumkin. Uголокimizda arqa tomonlari ham uzun materialda bo'ladi. Bu uголокimiz burchak tanlamaydi, o'ngga ham, chapga ham tushib ketaveradi. Sizning uyingizga uzunasi bu tomonga tushishi kerak bo'lsa, shundoq aylanadi, tushadi. Xohlasangiz burchakni bu tomonga olasiz. Universal burchak bo'ladi. Xohlagan burchagingizga qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari bu rangimiz sizga yoqmasa, bizda siz uchun har xil assortimentda ranglarimiz bor. Xohlaganingizni tanlaysiz. Chiroyli qilib mana shundan tayyorlab beramiz. Kimgadir bu uголокimiz kaltalik qilishi mumkin, kimgadir uzunroq uголок kerak. Ko'proq odam o'tirish kerak. Unaqasi ham bor. Xohlasangiz razmerini uzunroq qilib ham tayyorlab beramiz. Xohlaganlarga bundan kaltasi bo'lmaydi, lekin eng kichkinasi 3.30 ga 2.30 chiqadi. Undan tashqari bizda mehmonxonaga qo'yish uchun, buni mehmonxonaga qo'ysangiz, to'g'risiga mana shunaqa chiroylikgina penallardan qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Boshqacha fason, boshqacha rangdagi uголокlarimiz ham bor. Kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Hammasini video obzor qilib tayyorlab qo'yib boramiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.